Salom, men doktor Rajnesh Kumar. Dvarka shahridagi Max Super Speciality Hospitalning nevrologiya bo'limi bosh direktori va bo'lim rahbariman. Men soha bo'yicha nevrologman va ushbu sohada 30 yildan ortiq tajribaga egaman. Dvarkada biz barcha kasalliklarni davolaymiz. Asosan epilepsiya, harakat buzilishlari bilan shug'ullanamiz. Bizda bosh og'rig'i, skleroz hamda neyroxulq atvor buzilishlarini davolashga qaratilgan maxsus klinika muolajalar mavjud. Shuningdek, demensiya bilan og'rigan bemorlarni ham davolaymiz. Nevrologiya sohasida aytish mumkinki, dunyoning istalgan joyida bajariladigan barcha turdagi muolajalar bizda ham amalga oshiriladi. Parkinson kasalligi va distoniya uchun DBC, ya'ni chuqur miya stimulyatsiyasi operatsiyalarini o'tkazamiz. Epilepsiya bilan og'rigan bemorlar uchun vagus nervi stimulyatsiyasini ham bajaramiz. Shuningdek, epilepsiyani jarrohlik yo'li bilan davolash ham amalga oshiriladi. Shuning uchun agar bemorlarda har qanday nevrologik muammo bo'lsa, biz bilan bog'lanishi mumkin. Insult yoki falaj bo'lgan bemorlarda esa biz karotid stentlash deb ataladigan muolajani amalga oshiramiz. Bu orqali yopilib qolgan tomirlarni ochib beramiz. Agar bemorda miya anevrizmasi bo'lsa, biz bu yerda coiling va clipping operatsiyalarini ham bajaramiz. Shunday qilib, har qanday turdagi kasalliklar yoki muolajalar uchun siz biz bilan bog'lanishingiz mumkin. Biz telefon orqali va onlayn konsultatsiyalar uchun ham doimo aloqadamiz. Shuningdek, shaxsan kelib ko'rikdan o'tishingiz mumkin. Rahmat.